Mana yoz ostonasidamiz va jazirama kunlar yetib keldi va bunda organizmda juda ham suyuqlikka ehtiyoj baland seziladi. Hamda yoz kunlarida demak salqin ichimliklar va gazli shirin ichimliklar iste'moli oshib boradi. Bunda bir necha jihatlarga e'tibor berishimiz lozim. Bulardan ichadigan ichimliklarimiz, ayniqsa ko'chadan sotib olinganda, ularning ko'pchiligi plastik qadoqlarda bo'ladi. Plastik qadoqlar issiq, namlik yuqori bo'lgan holatda o'zidan bisfenol ishlab chiqarishligi yuqori darajaga oshadi. Bu esa o'z navbatida bizni asab tizimimizga, ayniqsa gormonal tizimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bular qatorida ayniqsa reproduktiv tizim juda ham ko'p zarar ko'radi. Ayniqsa muammo ko'pincha shirin va gazli ichimliklarda bo'ladi. Ularga qo'shimcha qo'shiladigan taurinlar, ulardagi energetikdagi qo'shimcha bioaktiv moddalar, sun'iy shakarlar demak bizda endokrin tizimiga, asab tizimiga va yoshlarda hozir ko'p uchrayotgan hatto infarkt kasalligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun biz tomonidan tavsiya bo'ladiki, uyda tayyorlangan sovuq ichimliklar, bu xoh choy bo'lsin, xoh sovitilgan suv bo'lsin yoki uyda tayyorlanadigan sharbatlar bo'lsin, bular ayni muddao bo'ladi va sog'lig'ingiz uchun eng bezarar va foydali ichimliklar hisoblanadi.